Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp prezidentlikdan chetlashtirilishi mumkin. Netanyahu Turkiyani yangi dushman sifatida e'lon qilish harakatida. Rim papasi Trampdan qo'rqmasligini aytdi. Eron portlari blokadasi ortidan neft narxi keskin oshdi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Tramp prezidentlikdan chetlashtirilishi mumkin. Tramp shu yil AQShdagi oraliq saylovlardan so'ng prezidentlikdan chetlashtirilishi mumkin. Bu haqda Oq uyni yorituvchi jurnalist Saymon Ateba ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Tramp Napoleonga xos ambitsiyalari va imperiyaviy qarorlari tufayli Eron bilan cheksiz urush tuzog'iga tushib qolgan. Respublikachilar saylovda jiddiy mag'lubiyatga uchrashi mumkin. Trampga esa yil oxiriga qadar impichment e'lon qilinish ehtimoli bor. Rim papasi Trampdan qo'rqmasligini aytdi. Men Tramp ma'muriyatidan yoki Injil xabarini baland ovozda e'lon qilishdan qo'rqmayman. Chunki men bu yerda aynan shu ishni qilish uchun ekanimga, cherkov ham shu maqsad uchun mavjudligiga ishonaman. Biz siyosatchi emasmiz. Biz tashqi siyosat bilan u tushunish mumkin bo'lgan nuqtai nazardan shug'ullanmaymiz. Lekin men tinchlikparvar sifatida Injil xabariga ishonaman, degan Lev 14. Bundan avval Tramp Rim papasining Eronda yadro quroli mavjudligiga yo'l qo'yishi, AQSh harakatlarini tanqid qilishi va Venesuelaga hujumlarini qoralashiga qo'shilmasligini aytgandi. Portlar xavfsizligi yo barcha uchun yoki hech kim uchun emas. Eron Trampning dengiz qamali haqidagi bayonotiga javob qaytardi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy qo'mondonligi agar Fors va Ummon ko'rfazlaridagi Eron portlari xavfsizligiga Qo'shma Shtatlar tomonidan xavf tug'ilsa, u holda mintaqadagi hech bir port xavfsizlikda bo'lmasligini ma'lum qildi. Fors va Ummon ko'rfazlarida joylashgan portlardagi xavfsizlik yo barcha uchun yoki hech kim uchun emas, deyiladi korpus bayonotida. Eron AQSh kiritishni rejalashtirayotgan cheklovlar noqonuniy deb atadi va bu cheklovlar qaroqchilik akti ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy qo'mondonligi Eron urush tugaganidan so'ng Hormuz bo'g'ozi ustidan doimiy nazorat mexanizmini joriy etish niyatida ekanini bildirdi. Hamda dushmanga aloqador bo'lgan har qanday kemalar undan o'tish huquqiga ega emasligi va kelajakda ham ega bo'lmasligini ma'lum qildi. Eron portlari blokadasi ortidan neft narxi keskin oshdi. 13-aprel kuni Donald Tramp tomonidan Eron portlarini blokadaga olish bo'yicha berilgan buyruqdan so'ng jahon bozorida neft narxi keskin ko'tarildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, global etalon hisoblangan Brent neft narxi 7% dan ortiq oshib, bir barrel uchun $100 yuqoriga chiqdi. Ayrim savdolarda esa narxi 7,5% ga oshib, $103 yaqinlashgani qayd etilgan. AQSh markaziy qo'mondonligi 12-aprel kuni kechqurun Eron portlariga harbiy blokada joriy etilishini ma'lum qilgan. Ushbu cheklovlar Eron portlariga kiruvchi va undan chiquvchi barcha dengiz transportlariga taalluqli bo'lib, Fors va Ummon ko'rfazidagi harakatlarga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Tramp Trust Social tarmog'idagi bayonotida Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanayotgan kemalarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishini ta'kidlagan. Unga ko'ra, AQSh harbiy dengiz kuchlari hududdagi nazoratni kuchaytirib, har qanday tahdidlarga keskin javob qaytaradi. Mutaxassislar fikricha, ushbu keskin vaziyat global energetika bozorida beqarorlikni kuchaytirib, narxlarning yana oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar Eronning biron bir kemasi bizning blokadamizga yaqinlashsa, u darhol yo'q qilinadi. Eron dengiz floti dengiz tubida butunlay vayron bo'lgan 158 ta kema. Biz ularning bir nechta tezkor hujum kemalari bilan jang qilmadik, chunki biz ularni jiddiy tahdid deb hisoblamadik. Ogohlantirish: agar bu kemalardan birortasi bizning blokadamizga yaqinlashsa, ular darhol yo'q qilinadi. Bu biz dengizdagi giyohvand moddalar savdogarlariga qarshi qo'llaydigan tizim yordamida amalga oshiriladi. AQShga dengiz yoki okean orqali kiradigan giyohvand moddalarning 98,2% to'xtatildi.
Netanyahu Turkiyani yangi dushman sifatida e'lon qilish harakatida. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Isroilning Erondan so'ng dushmansiz yashay olmasligini aytib, mamlakat bosh vazir Benyamin Netanyahu Turkiyani yangi dushman deb e'lon qilish harakatida ekanini aytdi. Bu haqda u Anadoluga bergan intervyusida ma'lum qildi. Erondan keyin Isroil dushmansiz yashay olmaydi. Biz uning Turkiyani yangi dushman sifatida e'lon qilish yo'lini izlayotganini ko'ryapmiz, deydi vazir. Fidan Suriyaga nisbatan Isroil hujumlari haqida ham o'z xavotirini bildirgan. Suriyada katta muammoli hududni ko'ryapmiz. Bu biz uchun hududiy xavf. Hozir Isroil Erondagi vaziyat sabab ayrim harakatlarni qilmayapti. Ammo bu kelajakda ham shunday bo'ladi degani emas. Vaqti kelganda buni amalga oshirishni istashi mumkin, deydi u. Fidan Benyamin Netanyahuning yondashuvi aniq ekanini bildirib, Turkiya ham shunga qarshi tegishli choralarni ko'rib borayotganini ta'kidlagan. Shuningdek, u Islomoboddagi muzokaralarga to'xtalib, u yerda muayyan takliflar o'rtaga qo'yilganini aytgan. Fidan o'zining uzoq yillik muzokara tajribasiga tayanib, dastlabki bosqichda tomonlar o'z boshlang'ich pozitsiyalarini ilgari surishi tabiiy ekanini ta'kidlagan. AQSh va Eron o't ochishni to'xtatish masalasida samimiy. Dastlabki pozitsiyalar odatda biroz maksimalist bo'ladi. Keyinchalik tomonlar vositachilik ko'magida umumiy nuqtaga kelishga harakat qiladi. Eng muhimi o't ochishni to'xtatishga erishish va uni davom ettirish uchun barqaror niyat bo'lishi kerak. Menimcha hozir har ikki tomon ham bu borada samimiy va zaruratni anglayapti. Isroilning bu jarayondagi buzuvchi rolini doimo hisobga olish kerak. Biz bu haqda amerikaliklarga ham boshqa tomonlarga ham muntazam aytib kelmoqdamiz. Hozircha amerikaliklar ham eronliklar ham o'z mamlakatlariga qaytishdi. Ayniqsa eronliklar AQSh tomonidan taqdim etilgan taklifni ko'rib chiqadi va unga javob beradi deb o'ylayman, degan vazir. Fidan o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni 15 kun ichida yakuniy hujjatga aylantirish qiyin bo'lishi mumkinligini aytgan. U Turkiya bu jarayonning murakkabligini avvaldan ta'kidlab kelganini ham bildirgan va muzokaralar yaxshi davom etsa 45 yoki 60 kunlik qo'shimcha o't ochishni to'xtatish rejimi ham ko'rib chiqilishi mumkinligini ta'kidlagan. Eron biz bilan bog'landi. Ular kelishuv tuzishni juda ham xohlashmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning boshqa bayonotlari. Men Rim papasidan uzr so'ramayman. Papa Lev noto'g'ri gaplarni gapirdi. O'ylaymanki, u jinoyatchilikka qarshi kurashchi juda zaif. Biz Eronni qamal qilyapmiz. Ular biznes qilishmayapti. Tehron biznes bilan mutlaqo shug'ullanmayapti va biz vaziyatni xuddi shunday saqlab qolmoqchimiz. Ukraina urushda yangi strategiya izlayapti. Ukrainada urush deyarli 4 yilga yaqinlashar ekan, Rossiyaning sekin lekin doimiy bosimi Kiyev pozitsiyalarini muzokaralarda zaiflashtirmoqda. Asosiy muammo Rossiya dronlari orqali Ukraina armiyasining orqa ta'minot yo'llarini uzishga harakat qilyapti. Janubiy sharqda Rossiya dronlar bilan logistikaga zarba berib, Ukraina mudofaasini ichidan yemirishni maqsad qilgan. Qishloq yo'llari yonib ketgan, texnika bilan to'lib ketgan, front esa asta-sekin siljiyapti. Rossiya yangi taktika qo'llayapti. Dron operatorlarini yo'q qilish, ta'minot tizimini uzish, o'rta masofada zarbalar berish. Ukraina esa hali ham asosan frontdagi jonli kuchga zarba berishga urg'u beryapti. Lekin ko'p harbiylar bu yetarli emas deb hisoblaydi. Ular fikricha Rossiya kabi orqaga sistemali zarba berish strategiyasiga o'tish kerak.